Do'konimizga yangi ko'rinishdagi bosh qotirma o'yinchoq olib kelib qo'yganmiz. Bu o'yinchoqimiz o'g'il bola ijodli uchun mo'ljallangan. Bu o'yinchoqimiz ichida 10 ta dronning kartochkasi chiqadi. Orqa old tomonda vazifalari bo'ladi. O'sha vazifalarni bolajonlarga ko'rsatsizlar, o'sha narsani yasab berish kerak bo'ladi. Bu tomonda o'zining har xil shakllari bor. Ko'rib turganingizdek har xil shakllari bor. Dumaloq, to'rtburchak, uchburchak, boshqa gulli shakllari bor. O'sha narsani mana o'rtaga qo'yiladi. Bolajonlar o'shani yasab berish kerak bo'ladi. Vazifa qilib versiya ham bo'ladi. Bu narsaning yaxshi tarafi qo'lda ham bemalol yechib qotirsa bo'ladi. Sifati yaxshi. O'zini atverkasi ham chiqadi. Yog'ochdan ishlangan. Bu qismlari ham hammasi yog'ochdan ishlangan bo'ladi. Aytganimdek, mana vazifalari oldidan orqa tomonda har xil vazifalari bor. Osonlashib, qiyinlashib ketadi. Bu ko'rganingizdek, ular osonroq